Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun Xudo xohlasa Izzat hafta kuniga juma 5-dekabr Andijon avtomobil bozoriga kelganmiz va bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia 3 lardan syomka qildik. Mexanika, avtomat, yangi, eski har xillaridan bor video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishdi kanalimizda mehmonlar. Albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsangizlar kommentariyaga yili bilan nomini yozib qoldiringlar. 2018 dan boshladik. 189 ming yurgan. Motor ходовой korobkalari? Muammo yo'q aka. Muammo yo'q. 4-paketli nima ekan? ABS konditsioneri bor. Hamma yo'q joyida. Balonlari qo'yilgan ekan, yumshoq. Xo'p, shumka qilinganmi? Shumka qilinmagan. Salon holatlarini ko'ringlar. talik temir metan, qo'llari zavod holatda. 2018 189 ming yurgan. Kraska bitta eshigida dedingizmi? Ha, bitta eshikda. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q, kandizlarida ham yo'q. Bo'ldi. Narxi necha pul aka? Kanalizga 72. 7200 dollardan xudo xohlasa bozorda turibmiz. o'tib beriladi. Beriladi. Foydalanyapsiz barini 72 qo'yaveramiz. Obunachilaringizdan bo'lsin, bonus qilib beraylik. Variantga chiqarmayapsizmi? Chiqaryapmiz. Faqat Andijon shaharida o'ziga kamida 50-60% puli borga qilib beraverasiz. Qilib beraveramiz. Bo'laveradi. Nomeringiz aka? 90lik 90lik 621 621 43 61. 4361 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. 2020 navbatdagi Nexia 3'imiz 252 ming yurgan, ABS konditsioner, 4-paketli metan gazlari bilan. Balonlari yaxshi. Assalomu alaykum. Ayollar bilan o'rmanda charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? 252 ming yuribdi, bu ikkinchi paysi 2020. Motor ходовой korobkalari yaxshimi? O'rtacha holatda. Motori yaxshi. Ходовой o'rtacha demoqchisiz. Bo'ldi. Motor asboblari yo'q, xudo xohlasa. Endi shu gaplarni hali to'liq aytib ketyapmiz. O'rtacha deb endi ходовой yurib turgan mashinaniki ekan. Shu gap azizlar, biz syomkani chiqaramiz, kelib ko'rib, ustilagiga tekshirib turib olaverasizlar. Kraskasi qanaqa buni oshdog'i? Orqa kapot, orqa qanot. Ikkita detal. Narxi necha pul? 7200 kami. 7200 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? Buni necha pul so'rashdi, esimdan chiqdi. Bo'ldi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Bo'laveradi hamma hujjat. Generalni ham chiqaveradi. 1-2 ming yetmay qolsa, 1-2 oyga o'zi bilan kelishib tursa ham bo'ladi. Mashina bo'lsa olib qo'yaverasizlar. Bo'laveradi barcha qiladi. Nomeringiz? 91 477 4006. 477 4006 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2021 navbatdagi Nexia 3'imiz mexanikami, avtomatmi? Avtomat 4-chi. Avtomat korobka, 4-paysi. Metan gazi bor, ABS konditsionerlari bor. Qancha yur dedingiz? Yurgan 74 ming. 74 ming yurgan. Xo'p, salon holatlarini ham bitta ko'rsatib beramiz. Bu shumka bo'lgan ekan-a? Shumkalari bo'lgan. Salon holatlarini ko'ringlar. 74 ming kilometr bosib o'tgan 2021. Mejlar 909 pultlari bor, pioner magnitofon. Kolonka 2021 74 ming yurgan. Tozami? Toza aka. Pulichi aka? Buni 10600 narx aytyapti. 10600 aytilyapti. Nech pul ko'rsir bo'lmasa aka? Berishyapti, aql beryapti aka. Bo'ldi. Hujjatlari 10400 dan. 10400 dan o'tib beriladi. Hujjatni nima qilamiz? Buni aka o'tkazib olgan yaxshi bo'lyapti. O'tkazib olgani ma'qul. Generalni desa generalni ham qilib beraveramiz. Lekin imkon qadar o'tkazib olgan zo'r aka. Bo'ldi. Mashina bo'lsa olib qo'yaverasiz. Ha, batterga kelishadi. Nech pulgacha pul yetmay qolsa o'zi bilan kelsa bo'ladi. Aka bir 3-4 ming Yetmay qolsa o'zi bilan qilib kelishsa bo'ladi. Aka bank yo'llarini ham qilib chiqarib beraveramiz. Xo'p bo'ladi. Nomeringiz? 93 93 258 258 88 88 84. 84 raqamiga murojaat qilasizlar. 2021 toza mashina. 2016 navbatdagi Nexia 3'imiz yili eskiroq avtomat korobka so'raganlarga, puli yengilroq avtomat korobka so'raganlarga. Qancha yur dedingiz? 180 ming yurgan. 2016 4-paysi. ABS konditsioner, hamma narsasi bor, balonlari yaxshi holatda. Salon holatlari mana. Tonirovkalar tortilgan, 186 ming yurgan 2016. Gazlari 90 talik metr. O 186 ming yurgan dedingizmi? 180 ming yurgan 2016.
Kraska 3'te dedi. 3 ta detal. Narxi 7200 dan ozgina o'tdi. 7200 dollardan ozgina o'tib beriladi. Orqa oldi butunmi? Butun. Xo'p. Ay, bu shu kiras ko'p. Kraskasi qayerda? Kiriga kapot. Kiriga Oldi ekanda. Usvetlari toza deyapsiz. bir tomoni yechilgan. Bir tarafi yechilgan. Xo'p, necha pulga bermadingiz buni aka? Buni 6800 qo'y. 6800 dollargacha pul ko'rdi. Ko'rsa beramiz. Bo'ldi. Hujjatlari chiqaveradi. Ular o'zlari ham bo'ladi, xolos o'tkazamiz. Hozir variantga sotmayapman deyapsiz. Nomeringiz 90lik 90lik 216 216 62 20. 62 21 raqamlariga murojaat qilasizlar. 2017 navbatdagi Nexus 3imiz bejvi salondan so'raganlarga. Xo'p, buni yurgani qancha? 210 ming yurgan. ABS konditsioner metan gazlari bor. Motor ходовой коробка? Zo'r. Balonlari yaxshi holatda. Salon holatlari mana. 4-pozitsiyada avtomat korobka. 210 ming yuribdi mashina 2017. 90 talik temir metan gaz. Pollari zavod holatda. 2017 210 ming yurgan. Kraska qanaqa aka? Kraska bitta eshikda bor, keyin mana karnizda petno bor, tagi. Bitta eshigida plus karnizda. Necha pul bu narx aka? Menga 8200 narx aytyapti. 8200 dollar narx aytilyapti. Agar sizdan qiladigan bo'lsa 7800. 7800 dan o'tib beriladi. Hujjatlari Hujjatlari qilib beramiz generalni. Lekin- Bir marta qo'l qo'ydirib beramiz aka. Iloji boricha lekin o'tkazib olgan ma'qul. buni bir 5000 boriga qolgani variant qilib beraverasizmi qisqaroq muddatga? Ha, xudo xolasa kelishsa bo'ladi aka. Mashinaga barter ham bor. Bor. Deyarli hamma kelishuv yo'llari bor. O'ziga qaysi ma'qul kelsa telefon qilib kelishib ko'rsangiz bo'laveradi. Nomeringiz 93 93 258 258 88 88 80. 84 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. 2020 navbatdagi Nexus 3imiz mexanikami avtomatmi? Mexanika. Mexanika korobka. Xo'p, mokli asfalt rangidan ekan. 2020. ABS konditsioner 4-pokoleniya metan gazi bor. Yurgani qancha buni? 95 ming. 95 ming kilometr bosib o'tgan. Balonlari yaxshi yumshoq balon qo'yilgan ekan. Bu 19 ga 20 dedingiz, ha? 19 ga 20. 2019 da oxir ekan. Xo'p. 90 talik metani bor, qo'llari zavod holatda. 2019 ga 20 90 ming yurgan. 90 ming yurgan. 95 ming. 95 ming yurgan. Kraska 2 dona petnosi. 2 dona petnosi bor. Necha pul endi buni yaqinroq aka? 7600 dan ozgina o'tdi. 7600 dollardan ozgina o'tib beriladi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Nima hujjat desa qilib beramiz. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Variantga sotmayapsizmi aka hozir? Yo'q, Faqat naqd pulga. Xo'p, mashina bo'lsa barterchi Bo'ladi. kelishiladi. Nomeringiz 90lik 90lik 216 216 62 20. 62 21 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. 2022 navbatdagi Nexus 3imiz. Xo'p, yurgani 97 ming bo'libdi. Yili balandini so'raganlarga 4-pokoleniya propan gazi bor. Hamma narsasi bor buni Nexus 3da. Xo'p, motorlari yaxshimi ходовой коробка? Salon holatlariga keladigan bo'lsak. Yaxshi. Qirq sakkiztalik pokoleniya propan. 2022 97 ming yurgan. Toza. Xo'p, puli yaqinrog'i necha pul endi aka? 10200 dan o'tib beramiz. 10200 dollardan o'tib beriladi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Hujjat o'tadi. Nomiga o'tkazib oladi. Xo'p, variantga bermaysizlar? Yo'q, narxda. Naqd pulga. Mashinaga bartergachi? Yo'q. Faqat sotiladimi? Nomeringiz 94lik 94 880 880 0555. 0555 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2022 toza 97 ming yurgan 4-pokoleniya propan gazi bor. 10200 dollardan kelishlar ekan. Navbatdagi Nexus 3imiz ham 2022 yurgani. Xo'p. Ozroq yurgani. Qancha 45 ming yurganmi? 45 ming yuribdi. Metan gaz o'rnatilgan. Kraskasi toza. Balon qo'yilgan, yumshoq balon. Salonlari bitta ko'ringlar mana. Zavod holatda, salon holatda. Metan gazlari bor. 2022 45 ming yurgan toza bu.
Xo'p, narxi necha pul bunisini? 10.600 dan o'tib beramiz. 10.600 dollardan o'tib beriladi. Keyin beriladi. Generalniy daveniy chiqaveradi. Chiqadi. Xo'p, bu naqd pulganmi yo? Naqd faqat. Mashinaga barter ham yo'q. Bo'ldi, nomeringiz? 94 94 880 880 0555. 0555 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Navbatdagi Nexus 3'imiz ham 2022 oqidan. 2022 ABS konditsioner, metan gazi bor, 4-paysi avtomat. 4-paysi avtomatik. Qancha yur dedingiz? Bu 80 ming. 80 ming yurgan. Shumka bo'lgan ekan-a? Shumka bo'lgan. talik temir metan gaz pollari zavod holatda. 80 ming yurgan 2022. Tozami? Toza aka. Pulichi buni? Aka 1600, 1700 aytib turibman. Xo'p. Sizdan telefon qilishsa aka buni bir 10200 dan 10200 dollardan ozgina o'tib beriladi. Hujjatlari-chi? Hujjatlari Xudo xolasa chiqara olamiz aka. Lekin imkon qadar olib olishni tavsiya qilamiz. Yaxshi bo'lyapti hozir. Mashina bo'lsa barterga kelishaveradi, devdi mashinasi bo'lsa 3-4 minggacha pulilar yetmay qolsa qisqaroq muddatga o'zi bilan kelishinglar ham bo'lar ekan. Nomeringiz? 93 258 258 258 88 88 80 84 raqamiga aloqaga chiqasizlar.